Hissiyotlarga boy Kechir serialining 105-qismi 2025 yil 21 oktyabr kuni soat 19:00 da Sevimli TV kanalida namoyish etiladi. Bu bolim tomoshabinlarni yana chuqur o'yga toldiradi. Ilyos yo'l Kamazi haydovchisi, Nasiba esa uy bekasi. Ularning 2 farzandi bor. Ilyos ikkinchi xotini Hamidani uylantirmoqchi bo'ladi, ammo Nasiba bu og'riqqa dosh bera olmay, o'z ro'moli bilan joniga qasd qiladi. To'y uchun olib kelingan bozor sovg'asi uning dafn marosimida kerak bo'ladi. 3 kundan so'ng kelin uyida Nasibaning kundaligi topiladi. Unda u har bir kunini, dardlarini va iztiroblarini yozib borgan. Aslida Ilyos va Nasiba bir-birlarini sevib turmush qurishgan. Nasiba erining xatti-harakatlariga faqat muhabbat sabab chidaydi, lekin oxirida bardoshi yetmaydi. Endi Ilyosning hayoti qanday kechadi? U qilgan ishidan pushaymonmi? U Hamida bilan baxt topadimi? Bu savollarning javobini Kechir serialida bilasiz. Hayotiy voqealarga asoslangan bu asar har bir tomoshabinni larzaga soladi.